Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel âkıbetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Assalamu alaikum. Hürmetlik görürmen kardeşler. Allah Teala'nın salamı, bereketi, rahmeti hemmeleri olsun. Allah Teala bu programımızı hemmimizge faydalı kılsın. Hürmetli kardeşler, bugün İslam ahlakının bugünkü temisi Müslümanların birbiri üstündeki hakları degan tema üstüde toxtalımız. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de innemel mu'minuna ihve, müminler hakikaten bir tuqqan, birbiri bilan qarindosh deb e'lon qilgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam al muslimu axul muslim, musulmon musulmonning qarindoshi deb e'lon qilgan. Bu islomiy qarindoshlik musulmonlarning o'zaro bir-biri bilan qarindosh bo'lishi bu ag'zoki bir qarindoshlik emas, balki bu hatta nasabdiki, yani bir anadan tug'ilgan qarindoshlardan avla, buningdan mustahkam, buningdan afzal bir qarindoshlik. Endi bu islomiy qarindoshlik degan ekanmiz, bu qarindoshlikni amaliylashtirish va bu qarindoshlikni barpo qilgandan keyin uni qo'g'dash, uni davomlashtirish uchun qilishga tegishli ishlar bo'ladi. Bu amaliy harakat, amaliy ish bo'lgan vaqtida undan keyin haqiqiy qarindoshlik o'tirg'i chiqadi. Bo'lmasa bu quruq da'vo bo'lib qoldi. Shunga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga musulmonlarning bir-biri ustidagi haqlarini bayon qilgan. Endi haq so'zi nima degan gap? Haqning ma'nosi nima degan vaqtimizda haq so'zi bizning dinimizda bir necha ma'noda ishlatiladi. Birinchisi o'zgarmas haqiqat. Yani bir narsani haq desak, o qat'iy o'zgarmaydigan haqiqat degan bo'ladi. Bu islom dini, masalan, islom dinul haq, yani haq din desak, bu hargiz o'zgarib ketmaydigan, qiyomatgacha shu haq bo'lgan birla din degan bo'ladi. Yana bir ma'nosi bu haq so'zininki kishining qo'liga keltirgan narsasi, yani o'zining mulki, ishlab topgan yoki ota-onasidan meros qolgan degandek o'zining mulkidagi qo'lga keltirgan narsani, buni kishining haqqi deymiz. Uchinchi ma'nosi kishining nasibasi degan bo'ladi. Masalan, davlat yoki bir jamiyat bir narsa ishlagan bir yerda kishilarga bir narsa tarqatgan bo'lsa, masalan, yoki bir narsani taqsim qilgan bo'lsa, shu har kishiga taqsim qilingan narsani haq deymiz. To'rtinchi ma'nosi bizningki hozir shu programmada demoqchi bo'lganimiz bu bo'lsa qilishga tegishli ishlar, ya'ni mas'uliyat. Buni qilmasak bo'lmaydigan ishlarni haq deymiz. Şuna Resulullah bu haqlarını bayan qilib, haqqul muslimi alal muslimi sittun, musulmonning ustida 6 haqqı bor degan. Yeni bir hadisda 5 haqqı bor degan. Başqa hadislarda yine bu haqlar bayan qilingan. Şuna biz bu programımızda bütün haqlarını toplab 10 haqqını bayan qilamiz inşallah. Bu haklar, bu Müslümanın üstündeki hakları iki türlük bulunur. Birincisi malum kişilerin, malum şahısların hakkı olur. Bu dediğimiz ata-ananın balı vakıları üstündeki hakkı,
balvaqının atanın üstündeki hakkı, er-xotunlarının bir-biri üstündeki hakları ve qo'shnilarninki bir-biri üstündeki hakları degandek İslam'da belgilenen haklar var. Bu haklarını hususi yani ma'lum kişilerinin hakları deb ataymiz. İkincisi umumi Müslümanların hakları. Bugün biz şu umumi haklar hakkında toxtalamiz. Bu umumi Müslümanlar her kandak Müslümanın başka Müslümanın üstündeki hakları. Ya ki bunu her bir Müslümanın başka Müslümanlığa karşı kılışkı tegişlik işleri, mecburiyetleri desek mi olur. Yani bu haklar qaysilar diye vaktimizde bu hakni birbirlep bayan kılsak birinci hak Müslümanlığa salam veriş. Şu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve izâ laqîtehu fesellim aleyhi degan. Yani sen bir Müslüman bilen karşılaşkan, bir Müslüman bilen yolda uçuruşup kalgan vaktinde onunla assalamu aleyküm deb salam kılışın gerek. Bu qarindoshlikni kuchaytiradigan ve kişilerini birbirinden hatırcam kıladigan, birbiriga amallık tilaydigan ve amallık bağışlaydigan, birbiriga hech qanday bir yamanlık kelmaydiganligini e'lon qiladigan bir şuar. Assalamu aleyküm deyish. Yana bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vellezî nefsi biyadihi la tadhulul cennete hatta tu'minu. Cenim ilkide bo'lgan Allah bilan qasam qilamanki sizlar mu'min bo'lmoqcha jannatga kirolmaysizlar. Ve la tu'minu hatta tahabbu. Ve birbirlerini yaxshi görmüyorça, birbirlerini dost tutmoqcha Müslümanlar mu'min bo'lolmaysizlar. Avala adullukum ala şeyin iza fa'altumuhu tahabbtum. Ben sizlarga bir narsani ügütüp koyay, bir narsani kökütüp koyay ki o işini kılsanlar qarindosh bo'lasizlar, dost bo'lasizlar, bir-biringlarni yaxshi ko'rasizlar. Afshus salama baynukum. O bo'lsa aranglarda salamni keng yeringlar. Yani bir-biringlar bilan uchrashgan vaqtida tonimagan bo'lsin, bir musulmon bilan uchrashgan chaqda assalomu alaykum deb salom qilish bu bizning üstümüzdeki kılışkı tegişlik iş. Yine Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ve izâ huyyitum bi tahiyyetin fehayyu bi ahsan minha ev rudduha degan. Eğer sizga biri salam kılsa, assalamu aleyküm deb salam kılsa ve onun kılgan salamıdan yaxşırak bir salam bilen red kılınlar, yani cevap verenler. Ya ki o salamın özünü bilen cevap verenler. Değil. Bu hem de birinci hak Müslümanın ki salam kılış hakkı olsa, ikinci hak salamga cevap veriş hakkı. Bu ayet şunu bayan kıldı. Yani birisilerge assalamu aleyküm deb salam qilgan bo'lsa, sizlar ularga va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu deb uningdan yaxshiroq bir so'z bilan salomga javob qaytaringlar. Yoki bo'lmasa va alaykum assalom deb uning qilgan salomining o'z ayni bilan javob qaytarsanglar bo'ladi. Shu oyat va yuqoridagi hadislardan ulamolar oldi bilan salom qilish sunnat, salam kılgandan keyin o salamga cevap veriş farz, vacip. Çünkü salamga cevap verişte Allah Teala şu ayette buyurdu deydi. İkincisi çakırgan yerge veriş. İza da'aka fe'acibhu deydi Resulullah. Sana bir kardeşin, bir Müslüman kardeşin
bir toyga yoki bir sorunga bir yerga chaqirsa, onunga chaqiriqni qabul qilib yerga bag'in deydi. Endi bir kishini chaqirganlik degan o kishini hurmatlab, uni azizlab alayda chaqirganlik bo'ladi. Onunga javob bermaslik, ya'ni uning chaqiriqini qabul qilmaslik, chaqirgan yerga bormaslik, chaqirgan kishini ko'zga ilmaganlik bo'ladi. O'zrisiz holatda, ya'ni onun uchun bu qarindoshlikqa zid keladi, ya'ni qarindoshlikni zidilaydi. Shunga Rasululloh bir musulmon qarindishing seni bir yerga chaqirsa, onunga ijobat qilib chaqirgan yerga berishing kerak deb bu hadisda buyurgan. Hamda ulamolar bu chaqirgan yerga berish masalasini agar gunoh bo'lmaydigan ish bo'lsa deb, birinchisi o'zrisi bo'lmasa yoki sallab qolgan, denge o'xshash borolmaydigan o'zi sulab qolsa, chaqirgan kishiga o'zrisini bayon qilish kerak. Ikkinchisi, chaqirgan yerda gunoh ma'siyat ishlanadigan bo'lsa, o chog'da uning o'zi bayon qilib bormaslik kerak. Bo'lmasa, uning berish lozim deydi. Üçüncü haq hamda nasihat talab qilsa, onunga nasihat qilish. İstansahaka fansah lahu. Yani senden bir tavsiye talab qilsa, bir nasihat talab qilsa, bana bir yaxshi yo'l ko'rsatsa, ma ishni qanday qilsam bo'la degan o'xshash har xil dunyoviy ishlar bo'lsin yoki oxiratlik ibodat aloqali ishlar bo'lsin, bu ishlarda bir nasihat talab qilsa, yo bir savol so'rasa, yo bir maslahat so'rasa, bununla aytdi yaxshi o kishiga foydali bo'lgan shaklda nasihat qilish, uningga yaxshi o'g'it berish va uningga yaxshi maslahatlarni berish bu musulmonlikninki haqqi, qarindoshlikning haqqi. To'rtinchisi, va iza atasa va hamidallaha fashammithu. Agar seninki bir qarindishing chuchkursa, chuchkurgandan keyin Allohga hamd aytib alhamdulillah desa, uningga sen yarhamukallah degin deydi. Endi bu chuchkurish degan bu jonning chiqib qaytadan kirishi degan gap. Yani insan bu ilmi ispatlangan hakikat. İnsan tushkurgan vaqtida xuddi jon chiqayotgandek bo'ladi, yani. Undan keyin qaytib keladi. Shu qaytib kelganiga, yani jinning qaytib kelganiga Allohga shukr qilib, alhamdulillah, Allohga shukr desa o kishi, uni anglagan yeni bir musulmon onunla yarhamukallah, Allah sana rahmet kılsın, Allah'a şükür etkanlığın için dep onunla dua kılış. Yani bunu Resulullah yine bir hadiste uçuk bizge düşündürüp, İza atasa ahadukum felyakul elhamdülillah. Sizlerin birine tükürgen çağda elhamdülillah desin, Allah'a şükür etsin. وَإِذَا قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ فَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ يَرْحَمْكُمُ اللّٰهِ يَرْحَمْكَ Eğer o kişi, şükürgen kişi elhamdülillah deyip Allah'a şükür etse, onu anlayan qarindişi, onunla yerhamkallah, Allah sana rahmet kılsın deyip şundan dua kılsın. وَإِذَا قَالَ لَهُ أَخُوهُ يَرْحَمُكَ اللّٰهِ فَلْيَقُلْ يَهْدِيكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ desin deydi. Yani ona elhamdülillah deginini anlap, yerhamukallah deyip onun dua kılgan qarindişiga, yine halka tükürgen kişi onun yaxşı dua kılganlık için o kişiye dua kılıp, Allah Teala yahdikumullahu ve yuslihu balakum, Allah sizlerninki hidayetinlerini daim kılsın, Allah sizlerini doğru yolda müstehkem kılsın ve ahvalını tekimi yaxşı kılsın deyip dua kılsın. Bana bu qarindoshlik nima degan yaxshi.
bir-birimizga shundoq yaxshi tilaklarni tilab, shundoq yaxshi duolarni qilsak, bu bizning qalbimizga texmi muhabbat, texmi do'stlik, texmi sevgi, bir-birimizga bo'lgan sevgini texmi kuchlantirdi. Ve bizni xushal qiladi. Mo'minlar bir-birini shundoq xushal qilib yaşaydı. Qarindoshlikning alomati. Beshincisi ve iza marida fa'udhu deydi. Eğer bir qarindishing, bir musulmon qarindishing og'rib qolgan bo'lsa, sen onu anglagan bo'lsang, og'rib qolganini, onu ziyorat qilma. Kasalni yo'qlab qolgan deydi. Kasal yo'qlash bu naytibek muhim iş. Çünkü kasal bo'g'ichi ko'ngli sunuq, shundoq g'arib sinib qoladi. O kasalning dardida bo'lib qoladi. Bu kishining qishig'a qarindoshlari kelib ziyorat qilib, uningga tasalli berib, kasalining shifo tepish uchun uningga duo qilsa, o kasal bo'lgan kishining ko'ngli ochiladi, rahatlanadi ve o kasalning dardi yengillaydi. Şunun için bir Müslüman qarindosh degan qarindishi eğer og'rib qolganini bilsa, onu yo'qlab shundoq tasalli qilish bu qarindoshlikninki alomati. Altıncısı ve iza mata fattabi'hu. Eğer qarindishing, bir Müslüman qarindishing vafot bo'lib ketgan bo'lsa, onun cenazesiga bağındaydı. Vafatlab ketgan kişinin ücüp taraş, namazını okuş, onu çaylık yerleş, bu işler Müslümanların üstündeki vafat olan Müslüman qarindishiga qilishga tegishlik vazifasi. Bu işlerini qilish kerak, namaziga berib, namazını qetilib, onun dua qilish lazım. Eğer imkoniyati bo'lsa, namazını o'qib ketmasdan qabristonga berib, jinoza bilan qabrini dafn qilish ishlariga qatnashish lazım. Bunun bakaga ketmaydi bu qilgan ishlarimiz. Hem qarindoshligimiz mustahkamlashadi, hem vafot bo'lgan kishining balavoqlariga bir tasalli bo'ladi, hem biz özümüzme anayeti köp savaplarga erişimiz. Şuna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani bir hadiste men ittaba'a cenazete muslimin imanan ve ihtisaben, kim ki bir Müslümanın cenazesiga şu Müslümanın cenazesiga erişiş namazını okuşunun ki vacipliğine işengen ve Allah Teala'dan sevap umut kılgan halatta ketilse ve kana ma'ahu hatta yusalla aleyha, onun o cenaze namazını okup boğuca aşula bilen billa bolsa ve yufragu min defniha, onundan kin o defne kılıp bakavlap boğuca onun billa katnaşsa fe innehu yerci'u minel ecri bi qiratayn, o kişi 2 qirat sevap bilen kaydıdı deydi. Yani cenazega qatnaşkan, namazını okugandan keyin qabristonga berib, onun dafn qilishigacha kutib turgan, aşa billa qatnaşkan kishiga 2 qirat savab bo'ladi. Kullu qiratin misla Uhud. Her bir qirat Uhud tig'ichirak bor deydi. Yani şu cenazega qatnashib, dafnga qatnaşkan kishi 2 tağdak katta çoğun sevapını aldı. Ve men salla aleyha sümme reca'a qabla en tudfena fe innehu yerci'u bi qirat. Kim ki cenaze namazıga qatnashib, namazını okugandan keyin dafna qilinib bo'g'icha qaytib ketsa, o kishi 1 qirat savabga, yani Uhud tağıdak 1 tağ savabga erişedi. Mana bu hem özümüzdeki qatnaşkan kişininki aldığan savabı, hem o vafot bo'lgan kishiga qarshi bizning qiladigan vazifamizni ado qilgan bo'lamiz, hem ularninki balavoqlarini tasalli qilib, ularning ko'nglini kichkina aram oldirgan bo'lamiz.
qarindoshlikning alomati. 7. Ve at'imul ca'i'a ve aç kalan kişiye taam beringlar deydi. Müslüman qarindosh degan bir başka Müslümanlar aşında fakir, aciz, balva kısacık, öyle yetkan narsaları yok, bundan bulab kalganını bilse, ularga koldan kelişçe yardım kılıp, ularga tamak, ondan kiyim keçek, bundan narsalarını yardım kılışı gerek. Yani bir hadiste Resulullah deydi, ma amana bi men bata şeb'ana ve caruhu ca'i'un ila cenbihi ve huve ya'lemu bihi. Bir kişi özü tok yatsa, koşnusu aç, onun yanındaki koşnusu aç, onun ilgili bir tanesi yok, aç ikenlikini bilip durup, aşının bir yardım kılmay, onunki koşkunu toyguzmay, onunla bir tamak vermey, özü koşkunu toyguzap yatkan kişi bana iman keltügen bomba deydi. Yani Müslüman emas degen söz. Demek ki yani Müslümanın qarindişi degan gap, bunda quruq gap emas. O qarindişini yoklap duruş gerek. Aşında ihtiyacı bolsa, o ihtiyacını qamdaş lazım. Eğer aşında ilgili yok, işkili yok kalgan bolsa, özününki qo'ldaki tamakları bilen ularga beriş lazım. 8. Mazlumga yardım qilish. Müslüman bir qarindişi zulümge uçragan bolsa, nahaqçılıkka uçragan bolsa, haksızlık kılıngan bolsa, onunga yardım kılıp, onun hakkını epiriş. Bununla koldan kelişçi yardım kılış, qarindoshlik borcu. Bu doğruluk Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şundaq deydi. Ve an Abi Umare ibn el-Berra ibn Azib radıyallahu anhu قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. Abi Umare radıyallahu anh bayan kıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizden 7 işki buyurdu. 7 işten tost edeydi. O buyurgan 7 işkası emerana bi ayadetil merid. Keselini yoklaşkı buyurdu. Ve ittiba'al cenaze, cenazeye katlaşkı buyurdu. Ve teşmitil atis, tüşkürgüçünün ki elhamdülillah diyen bolsa yerhamukallah deyişki buyurdu. Ve ibraril muksim, kasam kılgıçının kasımını ro'yobga chiqarish. Yani bir kişi bunda ishni qilman deb qasam qilgan bo'lsa, bir Müslüman o ishni qilolmay qolgan bo'lsa, shuni qilishga yordam qilish. Va nasril mazlum, ve mazlumga zulmga uchrag'uchiga yordam qilish. Va ijobati da'i, chaqirg'uchiga ijobat qilib chaqirganlarga berish. Va ifsha'as salam, ve salamni kam yeyish. Müşahede isteme nasr-ı mazlum, yani mazlumga yardım kılış. Yine bir hadiste Resulullah unsur ahake zalimen ev mazlumen. Sen kardeşinge meyle zalim bolsun, meyle mazlum zulüm uçurgan bolsun, yardım kılgan degen. Sahabeler bu çağda ya Resulullah zulüm uçurgan kişiye hamdi yardım kılıp onun hakkını epiremiz. Zalimge kanday yardım kılamaz degende aşı zalimni zulüm kılıştın tossan, aşı onun yardım buludu degen. Yani bir Müslüman bir hatalık ötküzüp kişilerge zulüm kıpsasa, hakkını elvagan bolsa, hem de şeytanın kendine girip ya ki nefsinin kendine girip, onun nasihat kılış arkalık, onun tosaş arkalık, onu zulümden tosap kalsa, o kişinin günah işleştin, kişilerge zulüm kılıştın, toskanlık, onunla yardım kılganlık oludu deydi. 9'uncusu kasam kılgıçının kasımını ro'yobga chiqarish. Yukarıda onu hadiste okuduk. Esirni qutuldirish. Eğer bir Müslüman qarindishi bir düşmanın qo'liga asir tushib qolgan bo'lsa,
bu asrni qutqizishga yordam qilish kerak qo'lidan kelishicha. O'zi yordam qilolmasa boshqa musulmonlarga xabar qilib, bu shunday bo'libdi, buni qutqizib qolaylik deb boshqa yordam qila oladigan kishilarga buning xabarini berish lozim. Buning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shundoq deydi: "Udul marid va at'imul ja'i va fakkul ani." Yani keselni yo'qlanglar, och qolgan kishiga taom beringlar va asir tushib qolgan kishini qutqizinglar deydi. Bu muhim bir masala musulmonning haqqi. Shayxul Islom Ibn Taymiya rahmatullohi alayh shundoq degan ekan: asirni qutqizish, musulmon asirni qutqizish farzlarning eng cho'ngi, eng ulug'i. Buning uchun mal vaqf qilish, asirni qutqizishga ishlatish uchun pul malni vaqf qilish, bu Allohga yaqinlashtiradigan ibodatlarning eng cho'ngi shunday degan. Demak, ya'ni bir musulmon qarindoshi dushmanning qo'lida asir olsa, onu ko'masga silish, bu musulmonning ishi emas. Endi bu musulmonlar bir-biriga shunday qarindosh bo'lgan ekan, qarindishini qutqizishi, buning uchun Imom Ibn Taymiya degandek pul milini shu ishga sarf qilishi eng cho'ng ibodatdan sanaladi. 10-si o'zini qabul qilish. Yani bir musulmon qarindishi bir xatolik qilib soldi yoki endi ko'nglimizni og'ritib soldi, bilib bilmay yoki qasddan emas yoki qasddan bo'lsin, endi achchig'i gap qolganda keyin endi bu xatoligini to'nib, men shunday xato qilib solibdiman, sizlarning ko'ngillarni ranjitib solibdiman, xafa bo'lmaslar, meni afv qilsizlar desa, uni afv qilish bu qarindoshlikning borchi. Ana bu afv qilsak bizning hech qanday narsamiz kamayib ketmaydi, balki bizningki qalbimiz texmi rohatlanadi. Chunki bir qarindishini afv qilmagan odam o ko'ngli hamisha shunday g'ash yaşaydı. Çünkü aşının hemiz içi pişok, aşı bana şunday qildi degan şeytan texim onu püdigen bunday bir ara. Onu afv qilmasa hem özü ko'ngli xotirjam, qalbi rahat his qiladi, hem o xatolik o'tkazib solgan qarindishi bundan keyin unday xatolik o'tkazmasligi uchun unga yordam qilgan bo'ladi. Ikkisi o'rtasidagi qarindoshlik devam qiladi. Şu Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de vel ya'fu vel yasfahu ala tuhibbuna en yaghfirallahu lakum deydi. Yani affı kılanlar birbirlerini affı kılsın, birbirini geçirsin. Sizler Allah'ın sizlerini mağfiret kılışını yaxşı görmemişler deydi. Yani eğer Allah sizler qarindishinglarni, mu'min qarindishinglarni afv qilib ular qancha kamchilik xatolik o'tkazgan bo'lsa-mu, uni kechirib Alloh taolo sizlarni mag'firat qiladi deydi. Undan keyin bu mag'firat nima qilishdan-da o'zini tilashninki bir yo'llarini deb o'tash kerak bo'ladi hamda. O'zini tilash va xafa bo'lmaslar deblam qo'yish bo'lmaydi. Agar endi biz xatolik qilib birisining ko'nglini ranjitib solgan bo'lsak, birisiga bir ziyon urib solgan bo'lsak, uni haqiqiy pushmon qilib, men bu musulmon qarindishimga shundoq ko'nglini ranjitibdiman, ya bir ziyon urib solibdiman deb ixlos bilan, yani Allah bu bir gunoh, oldi bilan Alloh taolodan bir tavba qilishimiz lozim. Men shundoq gunohni ishlab solibdiman deb, undan keyin haqiqiy chinlik bilan o'zr tilash lozim. O'zrida sodiq bo'lish lozim, rostchil bo'lish lozim. Üçüncüsü münasip bir vaqtni tepib, undan keyin o'zr tilash lozim. Yani
endi o özünü qabul qilmoqchi, o'zi tilinadigan kishiningmi ba'zi ko'ngli xotirjam bo'lmagan, bir narsaga achchig'i gap qolgan, bir bunda vaqtida berib va meni kechirim qilsa desa qilmaydi. Chunki uningki ko'ngli boshqa bir narsalar bilan mashg'ul. Onun uchun onunga shuningki bir munosib bir vaqtni ko'zlab, shu munosib vaqtni tepib qilish kerak, o'zir tilash kerak. To'rtinchisi, o'zir tilash uchun munosib chiroyli so'zlarni ishlatish kerak. O'zininki xatoligini taniydigan, o kishining ko'nglini yumishtiradigan chiroyli gaplarni tepib, shunday gaplar bilan chinlik bilan, ixlos bilan o'zir tilasa, Alloh taolami o bandaninki ko'ngliga yumishtirdi, o birisi-birisini afv qilishga bu nima bo'ladi? Haydakchi bo'ladi. Alloh taolo ishini osonlashtirdi. 11-si o'zi yaxshi ko'rgan narsani boshqa qarindoshi uchunmi yaxshi ko'rish. Bu musulmonlar ustidagi haqqi. Ya'ni men o'zim har qanday ishda muvaffaqiyatli bo'lishni, jiq pul molga ega bo'lishni, ishlarimning yaxshi bo'lishini yaxshi ko'rgandan boshqa qarindoshlarimning shunday ishlarda muvaffaqiyatli bo'lishini, shunday utuqlarni qozonishini, shunday yaxshiliklarga erishishini yaxshi ko'rishim kerak. Onunla erişishi uchun qo'limdan kelishi yordam qilishim kerak va onun yo'lini to'smasligim kerak. Onunga yaxshi yo'llarni ko'rsatishim kerak. 12-si duo qilish. Musulmon yana bir musulmon qarindoshiga duo qilib turish. Onunki har turli qiyinchiliklarni hal bo'lishi uchun. Bu to'g'riliq Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday degan: "Ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi zahril g'aybi illa qala al malaku va laka bimislin." Bir musulmon banda yana bir musulmon qarindoshiga u yo'q yerda, ya'ni uning yo'q yerda unga bir yaxshi duo qilsa, bir firishta deydiki, sana shu duoning o'qishi sana bo'lsin deydi. O firishta onunga duo qiladi deydi. Ya'ni shundoq bir-birimizningki ko'migan yerdimi musulmon qarindoshim deb bir-birimizningki qiyinchiligining hal bo'lishiga, ishlarimizninki oson bo'lishiga, har turli balo musibatlardan saqlanib qolishga duo qilsak, shu duoning fazilati bilan Alloh taolo bizgimi shu qarindishimizga tilgan tilaklarimizni bizning haqqimizda ijobat qilib bizgimi beradi. Shuning bilan o'zimizmi shu qarindishimizga tilgan yaxshilikqa erishamiz va shu qarindishimiz uchun tilgan yomonlikdan saqlanish uchun tilgan yomonlikdan bizmi saqlanib qolamiz. Bundan boshqa mojiq yaxshilik haqlar bor. Hamda shu 12 haqni to'plab bayon qildik. Alloh taolo hammamizni haqiqiy qarindosh, haqiqiy mu'min bo'lib yashashga nasib qilsin. Bir-birimizga qo'limizdan kelishicha yaxshilik qilaylik. Hergiz bir-birimizga yomonlik qilmayli. Bir-birimizning yomon gapini, g'aybatini qilmayli. Bir-birimizningki qilgan ishlariga yordam qilamisak muvaffaqiyatli bo'lishini tilaylikki, uning ishiga putluk aşan yoki uningki ishining bo'lmasligiga bunday yomon niyatda yomon ishlardan bo'lmayli. Alloh taolo hammamizni yaxshi qarindosh, mu'min bo'lib yashab, mu'min bo'lib bu dunyodan ketishni nasib qilsin. Amin.